Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan prefraktometr asbobi haqida gaplashamiz. Prefraktometr asbobi lotincha so'zdan olingan bo'lib, refraktus sindiraman, metrio o'lchaman, ya'ni optik texnik asbob hisoblanadi. Refraktometr orqali biz eritmalarning konsentratsiyasini o'lchashimiz mumkin. Qanday o'lchaymiz? Odatda turli xil zichlikdagi eritmalarga tushgan nur turli xil burchaklarda sinadi va o'sha singan nurni o'lchash orqali eritmaning konsentratsiyasini biz refraktometrda aniqlashimiz mumkin. Biz bugun siz bilan cho'ntak refraktometrlari, ya'ni Yaponiyada ishlab chiqarilgan Atago rusumi PAL 23S rusumli refraktometrning qanday ishlashini tajriba orqali ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu refraktometr apparati haqida gapiradigan bo'lsak, bunda start tugmasi bor va zero tugmasi ham mavjud. Undan tashqari optik nurni sindirib ko'rsatuvchi kamerasi orqali o'lchashimiz kerak bo'lgan moddani tomizamiz va shu orqali quruq modda miqdorini aniqlab olishimiz mumkin. Bizni bugungi tajribamizga kerak bo'ladi distillangan suv, pipetka va olma sharbati kerak bo'ladi. Birinchi navbatda biz pipetka yordamida distillangan suvdan 1-2 tomchi olamiz. Keyin mana optik nurni sindiruvchi qismiga 1-2 tomchi tomizamiz. Start tugmasini bosamiz. Keyin 0 tugmasi orqali 0 ga keltirib olamiz. Endi 0 ga keltirib oldik. Refraktometrimiz 0 ga keltirib olindi. Bundan tashqari haroratimizni ham ko'rsatib turibdi. 16.8 gradusni ko'rsatyapti. Endi biz distillangan suvni olib tashlaymiz. Yaxshilab artib olamiz. Tozalab olganimizdan keyin pipetka yordamida o'lchashimiz kerak bo'lgan olma sharbatidan 1-2 tomchi pipetkamizga olib olamiz. Xo'p, buning uchun olma sharbatimizdan 1-2 tomchi pipetkamizga olamiz. Keyin bo'lsa refraktometrimizga 1-2 tomchi tomizamiz. Endi start tugmasini bosamiz. Refraktometrimizda mana natijamiz chiqdi. Quruq modda miqdori sharbatimizda 14% chiqdi. Harorati esa 16.6 gradusni ko'rsatib o'tdi. Demak, bugungi tajribamiz shundan iborat edi. Natijamiz chiqdi. Endi refraktometrimizni yana qayta ishlatish holatiga keltirib o'tishimiz kerak. Buning uchun sharbat tomizgan qismimizni qayta to'kib tozalab olamiz. Endi sharbatimizni tozalab oldik. Endi keyingi bosqichda distillangan suv orqali apparatimizni qayta ishga 0 holatiga keltirib olamiz. Bunda yana distillangan suvdan 1-2 tomchi optik qismiga tomizib olamiz va 0 holatiga keltirib olamiz. 0 holatiga keldi. Apparatimizdan yana qayta foydalanishimiz mumkin. Endi 0 holatiga keldi. Distillangan suvimizni qayta to'kib tashlab, tozalab optik qismini artib olamiz. Keyin esa apparatimizni o'chiramiz. Mana refraktometr asbobimiz ko'rib turganingizdek o'chdi. Bugungi tajribamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.